Birodan $500 qarzingiz bor, palonchidan $300 qarzingiz bor, palonchidan $1000 qarzingiz bor. Yig'ishtirib kelsa 2000 ga bormaydi. Pulingiz bor. Kulyapsiz-a? Bor, uzib qo'ya olasiz, unga muhtojligingiz yo'q. Shu qarzni to'lab qo'ysiz, ko'chada qolmaysiz, bermaysiz. Bermayapsizmi? Ishingizni orqaga qolishini ko'ravering. Hayotda tajribada o'tkazilgan, sinalgan narsa, o'sha ozmida ko'ppida qarzini uzib bo'lganidan keyin ishlari oldiga yurgan odamlardir. Imom Shofiy aytadi: "Al-qardu qoniyatul layl." Qarz tungi uyqusizlikdir. Nimaga qarz ishni orqaga tortadi? Birinchidan ruhiy bosim. Qarzdor odam doim stress ostida yashaydi. Fikri, hayoli faqat qarzini uzish bo'ladi. Endi bunaqa kallasi band bo'lgan bosimdagi odamda yangi tijorat fikrlari, biznes ideyalari bo'lmaydi. Ikkinchidan moliyaviy cheklanish bor qarzdorda. Chunki qarzini uzishga ketadi puli. Ozgina pul topsa qarzga olib borib berish kerak. Yangi bir imkoniyatlar bo'lganda qo'lida sarmoyasi yo'q.